Imom Junayd rahimahulloh aytadi, xushu allamul g'uyub bo'lgan zotga hokisor bo'lish. Xushu Alloh uchun hokisor bo'lishlik. Agar banda Alloh uchun hokisor bo'lsa, xushuli bo'lsa, bunaqa bandani Alloh taolo odamlarga xor qilib qo'ymaydi. Mayitni ko'tarib olib kelishadi masjidga, janoza o'qigani. Ana shu mayitni qarindoshlarining orasida benamozlari bo'ladi. Odamlar masjidga kirib, namozni o'qib, janozani o'qib chiqqanida haligi benamoz qarindoshlar tashqarida turadi. Qo'l qovushtirib. Mana endi masjiddan namozxonlar chiqqanda haligilarning oldida uyalib turib, boshini yerga qilib, egilib turadi. Ya'ni xor bo'lib turadi. Shu yerda hijolat bo'lib turadi. Ko'ring-da, namozxonlar masjiddan chiqadi, ular boshini hijolatdan egib turadi. Bunaqa benamozlar Allohga sajda qilishlikdan kibr qildimi? Endi Alloh taolo ularni odamlarning oldida boshlarini egib qo'yadi. Masjidga kirishdan kibr qildi, Allohga ibodat qilishdan kibr qildi, qullik qilishdan kibr qildimi? Bunaqa odam umrining oxirida Alloh uni aziz qilishini umid qilmasin. Bu noto'g'ri qarash. Endi Allohga ibodatda bo'lgan, doim ilm majlislarda bo'lgan, Qur'on tilovat qilgan, Allohga, uni payg'ambarga muhabbatli bo'lgan haqiqiy mo'min bandasini Alloh taolo hech qachon tashlab qo'ymaydi, xor qilib qo'ymaydi. Ana shu qilgan savobli amallari hayotida albatta o'zini samarasini beradi. Jamiyatda bunday odam hurmat e'tiborli bo'ladi, izzat ikromga ega bo'ladi. Agar sen Alloh uchun xoshi bo'lsang, xushuli bo'lsang, Allohdan qo'rqib, Alloh uchun bo'yin egadigan bo'lsang, sen Alloh uchun qadrli banda bo'lasan, seni tashlab qo'ymaydi. Ishlar seni hurmatingni ko'payishiga, karomat egasi bo'lishingga qarab ketayotganligini ko'rasan. Agar haqiqiy iymon egasi bo'lib, xushuli bo'lsang, buni mevasini albatta hayotingda totiysan. Xushu demak, birodarlar, bo'yinsunish, bosh egish degani. Ko'zingni tiy deyildi. Albatta bu buyruq insonning nafsiga yoqmaydi. Agar sen xushuli bo'lsang, ko'zingni tiyasan, demak Allohdan qo'rqding. Xushuning o'rni qalb. Xushu qalbda bo'ladi. Bu jasadda, tashqi xatti-harakatlarimizda emas. Xushuning o'rni qalb. Bir odam eski kiyimlarni kiyib oladida, boshini egib, yelkalarini qisib, shumshayib ketyapti. Mana shu odam xushuli deyiladimi? Yo'q. Xushu qalbda bo'ladi dedik. Sen musulmonsan, qaddingni ko'tar, to'g'ri yur, g'oz yur, kiyimingni toza tut, pokiza bo'l. Odamlarning orasida bir shamdek, odamning yuzidagi holdek ajralib turgin. Musulmonligi bilan o'zingni aziz bil, diningni o'ldirma. Xushu unaqa bo'yindagi mana qilib, hali nima deydi, chololik bo'lib yurishlik emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-xushu'u mahalluhu al-qalbu va samaratuhu alal jawarih." Xushuning o'rni qalbdir, uning samarasi esa a'zolarda ko'rinadi. Bu Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflari. Xushu qalbda bo'ladi. Bir odam namozda turib soqolini o'ynab turar edi. Soqolini o'ynab namoz o'qiyapti. Rasululloh uni ko'rib aytdilarki: "Law khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihuhu." Agar mana shu odamning qalbida xushu bo'lganida, a'zolarda ham xushu bo'ladi dedi. Tushunarlimi? Aytdiki, mana namoz o'qiyotganda ba'zi bir odamlar tinmasdan kiyimini to'rlayotgan, ro'molini to'rlayotgan, qimirlayotgan, lo'millayotgan, bu narsalar bilan ovora bo'layotgan, yo masjidni zebi ziynatlan tomosha qilayotgan. Oriflardan biri aytadi, zohirning odobi botinning odobiga ko'makchidir. Ya'ni masalan oyoq qo'li, a'zolaridagi odob bu nimaga dalolat qiladi? Bu odamning qalbida odob borligi, botinida odob borligini belgisi. Bir xilgi majlislarda o'tirib qolasan, o'tirganlarning ko'rinishi, xatti-harakatiga, gapirayotgan gapi, qilayotgan qilig'iga qarab ko'ngli ayniydi. Bu xonada kim bor, kim yo'q, baqir-chaqir,
oyog'ini odamlar qaratib uzatib olgan yoki bir nima deymiz? Odamga, musulmon odamga yarashmaydigan suratda o'tirish. Oriflardan biri bir odamni ko'rdi, ko'chada aytganimizdek, yelkasini qisib, boshini egib, shumshayib ketyapti. "Ey falonchi" dedi. "Taqvo mana bu yerda bo'ladi" deb qalbini ko'rsatdi. Bu yerda emas deb yelkasi bilan boshini ko'rsatdi. Xushuni o'rni qalbda bo'ladi. Kofirning oldida musulmon odam o'zini xor qilib qo'ymaydi. Mana Quraysh mushriklari Hubayb ibn Adi roziyallohu anhuni azoblashlik uchun Tanimga olib chiqishdi Makkadan. Qatl qilishda azoblab, etidan parcha-parcha go'shtlari kesib azob berishdi. Shunda Abu Sufyon ibn Harb aytdiki, "Xohlarmiding? Hozir sen o'zingning o'rningda bo'lib, uyingda bo'lib, Muhammad sallallohu alayhi vasallam seni o'rningda bo'lib qolishligini." Hubayb ibn Adi nima dedi? "Vallohi, men oilam oldida bo'lib, dunyoni hamma yaxshilik, ofiyat qo'limda turib, Rasulullohga o'tirgan joyda bitta tikantirish kirishini xohlamayman." Mana javob. Allohdan qo'rqqan xushuli qalb egasi musulmon bo'lmaganlarda oldida o'zini xor qilib qo'ymaydi. Kofirlarga g'amini, dardini aytib to'kib solmaydi. Musulmonga to'g'ri kelmaydi. Qalbida xushusi bor odam faqat Allohga dardini aytadi, odamlarga dardini aytmaydi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Man jalasa ila g'aniyin fatada'za lahu zahaba thulutha dinihi." Qaysi bir mu'min bir boy odam bilan birga o'tirsa va uni oldida hokisor tutsa, o'zini xor tutsa, uni oldida past tutsa, dinini 3dan 2 qismi ketdi deganlar. Faqat boyligi uchun oldi qulluq qilib turadi. Agar bu boyni savobli amallari bo'lsa, xayrli ishlari bo'lsa, xayr xo'p. Ana shu qilgan yaxshi amallari uchun u boyni hurmat qilaylik, unga bir hurmat e'tibor ko'rsataylik. Endi bunaqa ishlari bo'lmasa-chi? Qo'lida dunyosi katta bo'lib turib, baxil bo'lsa, odamlarga foydasi tegmaydigan bo'lsa, bunaqa boyda nimasini hurmat qilasiz? To'g'ri-da. Mahallani transformatorga pul yig'sa, hamma 200 so'mdan beradi, u ham 200 so'mdan beradi. Asfaltiga 5000 so'mdan bersa, u ham 5000 so'm beradi. Ha, uni nima bir farqi bor boshqalardan? Shuning uchun puldorning oldida o'zini past tutayotgan kambag'al dinini 3dan 2 qismi ketgan bo'ladi. Mo'min Allohga dardini aytadi. Allohga shikoyat qiladi. Shikoyat qilganda hamchi ustiga kelgan kundan shikoyat qilmaydi. Chunki uni ustiga kelgan yaxshi yomon kun Allohning taqdiri. U kunidan shikoyat qilmaydi, balki mana shu ustiga kelgan qiyin kunlarni yengishlikka besabrligi, toqatsizligi, o'zini nochorligidan shikoyat qiladi Allohga, kunidan emas. Musulmon odam o'zini bir muammosi bo'lib, bir musulmon birodarga maslahat soladigan bo'lsa, u musulmon do'sti sabrni vasiyat qiladi. Sabr qil birodar, sabr qil deydi. O'tib ketadi bu narsa deydi. Robbing Karim deydi. Endi dinsizga ishini maslahat solsa-chi? Aytadiki, aytganman-ku senga, bu yo'lingda yursang hech qachon ishing yurishmaydi. Sen din deb tanlab olgan bu yo'ling senga uni qil deydi, buni qilma deydi, u halol deydi, bu harom deydi, oldingni to'sib qo'yadi deydi. Shuning uchun musulmon odam kimga shikoyat qilishini biladi va nima deb shikoyat qilishini biladi. Agar kuchli mo'min bo'ladigan bo'lsang, dinsiz odamga maslahat solma, dardingni aytma. Senga rahim qilmaydigan, o'zingga o'xshagan insonga senga rahim qiladigan zotdan shikoyat qilma. Agar fe'lan iymoning quvvatli bo'ladigan bo'lsa, holingdan Allohga shikoyat qil. Kuningdan shikoyat qilma, o'zingni nochorligidan, besabrligingdan, o'zingni zaifligingdan shikoyat qil. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana ko'rmaymizmi? Toifdan toshbo'ron bo'lib qaytganlarida o'tirib, Parvardigor, o'zimni holimi zaifligimdan, nochorligimdan shikoyat qilaman dedi. Holatini bayon qilib, oxirida fa in lam yakun bika ghadabun alay fala ubali. Shuncha mashaqqat ichida turibman, besabrlik qilyapman, toqatim yetmayapti, lekin
Shuncha qiyinchilik ichida tursam ham menga g'azab qilmayotgan bo'lsa ham bo'ldi. Parvo qilmayman degan edilar. Odam bolasiga shikoyat qilma birodar, chunki kim bo'lishidan qat'iy nazar ro'parangda turgan odam, u ham odam. Senga foyda ham, zarar ham keltira olmaydi. Chunki foyda, zarar keltirish Alloh taoloning qo'lida. Ro'parangizda turgan odamga shikoyat qildingiz. Do'stingiz bo'lsa, uni siqilib qayg'urishiga sabab bo'ldingiz. Hech narsa o'zgarmadi. Agar dushmaningizga shikoyat qilgan bo'lsangiz-chi? Bilmaysiz, shikoyat qildingiz dushmaningiz. Ha, u aybingizni ko'chaga olib chiqadi. Mana shunday bir qiyin holatda qalbida xushusi bor mu'min soatlab Alloh bilan birga qoladi. Soatlab qiyomul layl qiladi. Zikrda, duoda bo'ladi. Ishi yurishmayapti, uyi yo'q, uylana olmayapti. Bunaqa odam Robbisi bilan uzoqroq birga bo'lsin, uzoqroq iqbol qilsin, xushuli bo'lsin. Alloh albatta uni mushkullalarni hal qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Robbingiz taboraka va taolo har kecha tunning 3-qismida dunyo osmoniga keladi. Va tong otgunicha tavba qiluvchi bormi? Men uni tavbasini qabul qilay. Istig'for aytuvchi bormi? Uni istig'forini, uni mag'firat qilay. Talabi hojat bormi? So'raganini beray deydi. Va bu har kecha bo'ladi. Agar sen tunda Allohga duo qilmasang, tahajjudda turmasang, ojizligingni tan olib, soatlab yolvormasang, qachon Allohga yaqin bo'lasan? Innal ladina amanu va amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Albatta iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotlar uchun Rahmon Alloh do'stlikni barqaror qilur. Wud. Birodarlar, Alloh bilan bo'lgan wud bor, do'stlik. Bandalar bilan bo'lgan wud bor, do'stlik. Allohning do'stligi bor, bandalarning do'stligi bor. Agar biz Alloh taolo siz bilan biz o'rtamizda mana shu wudni paydo qilsa, biz yutdik. Huzayfa roziyallohu anhuning so'zi. Nifoq xushusidan ehtiyot bo'linglar. Xushu degani bosh egish ekan, bo'yin sunish ekan, qo'rqish ekan. Endi nifoqni ham xushusi bo'lar ekan. Nifoq xushusi. Nima u nifoq xushusi deb so'rashdi. Bu sahoba dedi, jasadingni xushuli bo'lib turgan holida qalbingni xushuli bo'lmasligi. Usti sipo, xushuli odamga o'xshab ko'rinyapsiz, lekin asli qalbingizda xushu yo'q. Bunaqa odam 200lamachi bo'ladi-da. Musulmon odam bunaqa bo'lmaydi. Odamlarning oldida bir xil, qalbi esa boshqa xil bo'lmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ana shu namozda bo'ynini mana shunday pastga qilib egib olib turgan odamni ko'rib aytdiki, "Ey, bo'yin egasi, ko'tar bo'yningni. Xushu bo'yinda bo'lmaydi, xushu qalbda bo'ladi" dedi. Nifoq xushusi. Savdogar do'konida turibdi Ramazon oyida. Ertaman saharlik qilgan, tishini orasidan bitta bir kunjut chiqib qoldi yoki sedana chiqib qoldi. Shuni yutib olsam, ro'zam buzilarmikin, buzilmasmikin deb g'am qilib turuvdi, taqvo qilib. Yoniga bir nomahram ayol kelib qoldi, avratlari ochiq. Tomosha qilib turaverdi. Ana, hech hayo qilmadi, tikilib turaverdi. Mana nifoq xushusi. Maydanasi ustida qo'rqyapti-yu, ammo rostmona katta gunohdan qo'rqmayapti. Savdo ustida yolg'on bor, yolg'on qasamda bemalol ichaveradi. Mana shu nifoq xushusi deyiladi. Xushu birodarlar qalbda bo'ladi. Bo'yinni egib yurishda, soqolni uzun qilib qo'yishda emas. Oysha onamiz roziyallohu anha o'zini hamrohlari bilan ketsalar, bir to'p odamlarni ko'rishdi. Bir to'p odamlar sudralib, chalaga o'likka o'xshab yurib ketishyapti. Oysha onamiz, "Ha, bular kim?" Zohidlar deb javob berishdi. Ya'ni zohidlar. Oysha onamiz aytdiki, Umar ibn Xattobmi? Umar roziyallohu anhumi?
yurganda tezlatgan, gapirganda eshittirgan, urganda pachaqlagan, yedirganda to'ydirgan edi. Ana u haqiqiy zohid bo'lgan edi. Zohid inson mana shunday bo'ladi. Undan ko'ra zohidroq kishini ko'rmaganman. Fuzayl roziyallohu anhu aytadi, diniylarda sizlar yo'qotadigan birinchi narsa xushu bo'ladi. Undan oxirgi yo'qotadigan narsalar namoz bo'ladi. Avval xushu ketadi namozimizda, oxirida dinimizdan namoz qoladi va namoz ham yo'q bo'ladi. Birov namozda turadi, tinimsiz kiyimini tuzatayotgan, hali soatiga qarab qo'yadi, hali atrofiga alanlaydi, safda turib shiftni tomosha qiladi, masjidda shiftini. Namozga ahamiyati yo'q. Mana shu odam namozda xushusi yo'q odam bo'ladi. Sahl rahimahulloh aytadi, kimning qalbi xushuli bo'lsa, bas shayton unga yaqinlasha olmaydi. Bu mavzuda aytilish kerak bo'lgan ikkita nuqta qoldi. Birinchidan, agar xushuli bo'lmoqchi bo'lsang, odamlarning ko'zlaridan uzoqroq bo'l. Chunki yolg'iz bo'lmaydigan bo'lsang, tinimsiz odamlarning orasida bo'ladigan bo'lsang, bu holat seni xushuyingni kamaytirib yuboradi. Namoz o'qiyapsan, yig'lamoqchisan. Atrofingda odam to'ldir. Qalbing yumshab ketdi. Nima qilasan? Yig'lasang, riyoga o'xshab qoladi. Shuning uchun ancha-muncha yolg'iz qolib turishlik kerak. Qiyomul laylni, vitr namozini, nafl namozlarini uyda o'qib turish kerak. Qur'on tilovati, zikrlarni. Chunki odamlar orasida ekan, o'zi sezib sevmasdan inson boshqalarni kuzatadi. Aytilish kerak bo'lgan ikkinchi nuqta, odamlarga o'zingdagi xushuni ko'z-ko'z qilishga urinma. Chunki bu narsa xushuyingni zaiflashtirib yuboradi. Eng afzal xushu bu maxfiy xushu. Namozda turibsiz, ko'zingizga yosh keldi, yig'layapsiz. Odamlar ko'radi-da, qaraya, maza qilib yig'layapti. Qalbi erib ketdi-da, qalbida xushu bor ekanda. Buni eshitganda yana riyo kiradi ichingga. Shuning uchun ora-chorada birodarlar, bizda g'ori Hiro bo'lish kerak. Nima degani bu? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu vahiy kelishiga oz qolganida toqqa chiqib ketib g'orda yolg'iz o'tirarmidilar? Ora-chorada yolg'iz o'tirishlikni ham bir odatlanib turaylik. Xushuni ikkita narsa zaiflashtiradi. Doim odamlar bilan birga bo'lish va xushuni ko'z-ko'z qilish. Mana birodarlar, xushu degan mavzuyimiz nihoyasiga yetdi. Xushu insonning qalbi Allohga egilib turishi. Xushu Allohga muhtoj bo'lib turishlik. Xushu Allohga itoatli bo'lish. Xushu bandani qalbi Alloh bilan band bo'lishligi. Ali roziyallohu anhu aytadi, afdalu zuhdi ixfauz zuhdi. Eng yaxshi zohidlik yashirin zohidlik. Birovga bildirmasdan qilinadigan zohidlik. Allohning nazarida xushuli bo'laylik, odamlarning ko'zlarida emas. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.